Assalomu alaykum hammaga. Men bu AVO degan narsaga aldanib qolmanglar. U 0,5%, 100 ming, undoq bundoq berib hech narsa bermaydi. Hech narsa bermaydi. Faqat mana bunaqa qilib sizlardan yechaveradi xolos. Hozir bu operator bilan gaplashib, zapis qilib olganman. Xullas, melki shriftlar bilan undoq bundoq qilib anu obслуживание kartaga har oy kartangizni xizmat ko'rsatishini aniq qilish uchun ichida pul bormi, yo'qmi, xullas 4900 so'mdan yechaveradi. Prosta tak 4900 so'm berasizlar. И shu mana bu metron tagida sotayotgan bolalar, mana bu yakobanu bankka ishlaydigan bolalar 0,5%, 0,5% deb sotyapti. Bu 1,5% перевод. Bu yerda mana bu kartada 1,5% перевод, еще 180 mingdan ko'p pul tashiydigan bo'lsanglar, o'tkazib beradigan bo'lsanglar, mana 200 ming pul o'tkazinglar, mana bunaqa narsa keladi sizlarga. Mana внесите задолженность, mana 180 mingdan ko'p o'tsa, mana shunaqa pul keladi. Mana sizni mana 26700 so'm bankdan qarzingiz bor. O'sha qarzingizni to'lab qo'ying deb turib, mana bank mana pogасите долг перед банком deb turib, mana bunaqa narsa. Siz bankdan уже avtomatически 26 bu necha foiz bo'lib ketadi shunda hozir? 1,5% o'tkazganingizga olsa, masalanda, mana 100 mingga 1,5 ming ichadi. 180 ming, 200 ming so'm pul o'tkazsangiz 3 ming ichadi. Buni qo'shasiz, o'shanga mana 30,700 so'm sizdan pul yechib oladi. Hop. Bu yerda уже 30% pulingiz, 30% bor, 15% pulingiz yechib olar ekan. 15% перевод uchun pul yechadi. Hop. Buni mana pul solmasdan hozir yopadigan bo'lsangiz, eng qizig'i, qarang, men anaqa qiling, shoshib ketyapman. Просто men bu kartani yopadigan bo'lsam, mana menga kerak emas dedim-da, men operator bilan gaplashdim, полностью menga kerak emas kartang. Men bunaqa 30 ming har oy men masalan 4 million anaqa qilib расход qiladigan bo'lsangiz, men bunaqa 30 ming har oy berib yura olmaysiz. Buni yilga ko'tartiradigan, просто tak hech narsa qilmasdan siz перевод mana klikda, paymida bunaqa narsa yo'q-ku. Перевод qilib beryapsiz odamlarga, u sizdan mana bunaqa davay, sen mana oldimda qarzing bor deb turib, men 27 ming pul yechib olmaydi-da sizdan. Sizdan перевод uchun 1% yechadi, вот klik. Вот. Men 1,5% yechadi, еще mana bunaqa narsa keladi sizga. 20 har oy pul o'tkazsangiz 200 mingdan ko'p har oy shunaqa narsa kelar ekan. Endi eng qizig'i, menga bu narsa kerak emas dedim operatorga. Menga bu narsa kerak emas, menga bunaqa narsalarni tushuntirmagan. Metron tagida bankda